Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 27 aprel kuni Türkiye'nin Ankara şehrida Uyg'ur tadqiqot markazi, Aysa Yusuf Alptekin vaqfisi va Anqaradagi Yasaviy harakati tashkilotining qatnashishi Tayvan Demokratiya markazining o'rinlashtirishida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan kishilik huquq dafsanchiligi nomli ilmiy muhokama yig'ini o'tkazilgan. Mazkur yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid, Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi va Uyg'ur akademiyasi vaqfisining raisi Abdulhamid Qaraxon, Türkiye'nin her qaysi dağlıq universitetlerden professorlar, doktorlar ve tədqiqatçılar qatnashib söz qilgan bo'lib, yig'inning ichilish sözünü qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid, Sharq Turkistonning Türk dunyosidagi o'rnining muhimligi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining tarixiy arx ko'rinishi, Xitoyning har qaysi davrlarda har xil shakllarda ilib berayotgan va hozirmi ham davom qilayotgan qirg'inchilik siyosatlari, Sharq Turkiston da'vosi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqarodagi ta'siri ve Dünya Uyghur Qurultiyining yuritgan faoliyatlari, shundaqla Dünya Uyghur Qurultiyi tarafidan Londonda ichilgan Uyg'ur sotining irqiy qirg'inchilik qarorining chiqarilishi, Xitoyning chegara halqigan bostirishi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Uyg'ur doklati haqida tafsiliy to'xtalib o'tgan. Bu yig'inga yana Türkiye'nin Gazi Üniversitesi professori Dr. Bülent Aksoy, O'rta Sharq Texnik Üniversitesining professori Dr. Işık Kuşçu Bonifant, İstanbul Aydın Üniversitesining professori Dr. Ragib Kutay Karaca, İstanbul Üniversitesi professori Dr. Ömer Kul qatorliqlar so'z qilib, Sharq Turkistonning tarixi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Turkiya-Xitoy munosabatidagi Sharq Turkiston va Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusi va iqtisodiy to'ziqi, Sharq Turkistonning geographiyalik va strategiyalik roli, Xitoyning O'rta Osiyo siyosati haqida muhokama olib berishgan. Bu yig'inga 60 dan ortiq tadqiqotchi, har qaysi universitetlarning professor doktorlari, hukumat vakillari ve Uyghur meselesiga diqqat qiladigan kishilar qatnashgan bo'lib, yig'inda so'z qilguvchilar birdek hozir Turkiyaning yillik 43 milliard dollarlik qizil raqam borligini, Xitoy bilan bo'lgan savdoda bo'lsa eng chong manfaatni Xitoyning olganligini, agar ehtiyotchan tadbir qo'llanilmasa, bu ahvol kelgusida nihoyat chong xatar va qiyinchiliklarni keltirib chiqarish mumkinligi, Turk dunyosi atiki Pokiston, Djibouti va Sri Lanka bo'lishni xohlamasa, Xitoyga diqqat qilish kerakligini ta'kidlashib, Sharq Turkistonning Xitoy uchun faqat bir parcha zaminlar emas, balki Xitoyning tez suratda taraqqiy qilishni davomlashtirishi, G'arbiy Turkiston rayonidan xom ashyo va energiya ta'minoti olish uchun muhim bir jo'grafiyalik siyosiy yo'l va vatanimizning mo'l tabiiy boyliqlarining Xitoy uchun intayin muhimligini, shuning uchun Xitoyning vatanimizda qirg'inchilik siyosati yurgizib, mangulik mustamlikaga aylantirish harakat qilayotganligini, Türk dunyosi va Turkiya uchun Sharq Turkistonni qo'g'dash diniy, milliy va insoniy majburiyat ekanligini o'ttirib qo'yishgan. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Abdulhakim Idris apandi bu vaqtdagi tafsilotlar haqida mundaq deydi. Biz Uyg'ur tadqiqot markazi bugun 4-ayning 27 kunisi Turkiyaning poytaxti Anqarada Aysa Yusuf Alptekin vaqfi ve Ankara'daki Yasaviy harekati vaqfi bilan birleşip Sharq Turkiston haqida ilmiy muhokama yig'ini o'tkazdik. Bu yig'inga Turkiyalik professor doktorlar qatnashdi. Bu yig'inning ochilishini Dunyo Uyg'ur qurultiyininki muavin raisi do'stimiz Abdurashid Abdulhamid ochilishini qildi. O so'zida 1991dan 2026gacha bo'lgan Xitoyninki Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga va qozoq va boshqa turkiy xalqlarga elib borgan bostirish, so'yqirim, tajovuzchilik siyosatlarini tafsili so'zlab o'tdi. O bo'libmi 2021-yili Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirig'iga asosan uyushtirilgan Uyg'ur sud kollegiyasidan chiqqan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi hukmni Birlashmiş Millatlar Kishilik huquq oliy komissarligidan chiqqan Xitoy insoniyatga qarshi jinoyat olib beryapti Sharq Turkistonda degan u reportni tunishtirib o'tdi. Yig'in ahli Sharq Turkiston masalasini har nuqtadan anglatdi. Ya'ni geostrategik tarafdan Turkiya bilan Xitoyning o'rtasida bo'lgan savdo munosabatlaridan, Turkiyaning Xitoyga 3 milliardga yaqin mal sotadiganligini, Xitoydan 40 milliardga yaqin mal oladiganligini, jumladan bir balvoq bir yo'l projesining inisiativininki Markaziy Osiyo davlatlarida Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston
Tojikiston bu davlatlarga olib kelgan xatarlar haqida to'xtaldi. Xitoyninki xalqarodagi chegara atlagan tajovuzchilik haqida so'zladi. Keyin Ishiq xonim diasporadagi Uyg'ur harakatlari haqida ma'lumot berib o'tdi. Biz shunday qilib Sharqiy Turkiston masalasiningki Turkiya milliy manfaatiga zich munosabat ekanligini sansipirlar bilan, dalil isbotlar bilan o'tirg'a qo'ydik. Uyg'urlarga, Sharqiy Turkistonliklarga sahib chiqishning o'zi Turkiya davlatining milliy manfaati, Turkiya xalqining milliy manfaati, Turkiya iqtisodining, ekonomisining va Turkiyadagi sanoatchilarning manfaati zich munosabat ekanliklarini o'tirg'a qo'yib o'tdik. Yig'in ahli qizg'in savollarni so'rashdi. Yig'in nayti muvaffaqiyatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Bo'libmi bu yig'inga so'zlaguchilar asosiyatdan turk professorlari bo'ldi. Bu yig'inda yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Abdulhamiddan keyin Uyg'ur akademiyasidan Abdulhamid Qarixonli so'z qilib, yig'in ahliga rahmat aytdi va bu yig'inninki nayti muhimligi haqida to'xtaldi. Yevropa İttifaqı Rossiyaga qarta yurgizgan eng yangi jazo planiga Xitoy shirkatlarini kirgizgan. Yaqında Yevropa İttifaqı Rossiyaga qarta 20 navbatlik jazo tadbirini e'lon qilgan va jazo tizimligiga Xitoyning 27 shirkat, banka va sanoat o'rinlari kirgizilgan. Yevropa parlamenti Xitoy shirkatlarini Rossiyaga harbiy sanoatga ishlatiladigan buyumlar bilan ta'minlaganligi yoki Moskvaning g'arbning jazo tadbirlarini aylanib o'tishiga yordam qilganligi bilan ayblagan. Yevropa İttifaqı buningdan burunmi Xitoyning Xeyxi yezigilik savdo bankasi va Suyvenxi yezigilik savdo bankasiga jazo yurgizgan edi. Xitoyning Rossiyaning Ukraina qarshi tajovuzchilik urushini vositalik qo'llashi g'arbning bu jazo tadbirlarini qo'llanishining asosiy sababini shakllantirgan bo'lib, Yevropa Ittifoqining bu harakati muhim burilish nuqtasi deb qaralgan. Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasining davomlashishi g'arb bilan bo'lgan munosabatda bargan siri jiddiylik paydo qilayotgan bo'lib, Yevropa Ittifoqining Xitoy qo'ygan jazolarining ta'siri bargan siri konkretlashgan. Xitoy Yevropa Ittifoqining Rossiyaning jazo planiga Xitoy korxonalarini kirgizganligiga qarshi turganligini bildirib, Yevropa Ittifoqining jazo tadbirlarini bir taraflama va adolatsiz deb chalvo qilgan. Yevropa Ittifoqining mudofaa qurilishi, aviatsiya tadqiqot institutlari va sun'iy hamroh axborot shirkatlarini eksport kontrol tizimiga qo'shib, Xitoydan mal ta'minlashni to'xtatganligini e'lon qilgan. Kuzatuvchilar va Yevropa Ittifoqi mutaxassislari bu haqda Yevropa Ittifoqi yo'l qo'ygan jazolar faqat iqtisodiylar emas, balki strategiyalik uchurnimi elib keladigan bo'lib, Yevropa Ittifoqi Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan hamkorligini cheklash, geosiyosiy jihatdan muhim ahamiyatga ega va Yevropa Ittifoqining Xitoy ta'minlash zanjiriga bo'lgan ehtiyojini azaytish va ichki ishlab chiqarish kuchini oshirishining muhimligini ta'kidlashgan. Suriye hükümeti diktator Bashar Asad hakimiyetining sobiq amaldorlarini sotlashga boshlagan. Damashq jinoiy ishlar sud mahkamasi sobiq Suriye hakimiyetining rahbari Bashar Asadning nevra akilari va Suriye xalqini bombardimon qilishga qatnashgan ushquchilarga ochiq sud ochdi. Suriye Adliya Ministerligining bir amaldori 25 aprel kuni axborotlarga bergan bayonotida Qashqin Suriye diktatori Bashar Asad davridagi muhim shaxslar haqida elib boradigan sudlarning bu hafta oxiri boshlanganligini va sobiq Suriye hokimiyatining simovliq shaxslarga qartilgan tunji sud yaqinda Atif Najib bilan boshlanganligini bildirgan. Qashqin Bashar Asadning o'tgan yili qo'lga olingan nevrakisi Najib 2011-yildagi qo'zg'olonning beshki bo'lgan Suriyaning janubidagi Dera viloyatining sobiq siyosiy bexatarlik boshlig'i bo'lib, shu yerda elib berilgan bostirish harakatini tashkillagan deb ayblangan. Suriya tarafining axborotlarga bergan uchurida bu qatimqi suddan keyin Asadning yana bir nevrakisi Vasim Asad va bu hafta qo'lga olingan Amjad Yusuf bilan Suriya shahar bozorlarini bombardimon qilishga qatnashgan ushquchilarning sotlanganligini bildirgan. Suriya Adliya Ministri Mazhar Al-Voyiz 24 aprel o'zining X hisobidan e'lon qilgan bayonotida Damashq jinoiy ishlar sud mahkamasining ziyonkashlik uchirgan Suriya xalqining uzun muddat kutgan paytining yetib kelganligini va buning o'tkinchi davrdagi besib o'tishga tegishli adolat musobaqasining bir qismi ekanligini yozgan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmayın. Xeyir xoş.